Orqamda mashinani to'rtburchak turibdi. Akalar, mutlaqo tekinga mana shu Ozarbayjonskiy 07 ni o'zinglarniki qilsanglar bo'ladi. Prosta akalar, mashinani mazza qilib ko'ramiz. WhatsApp, Aram brat, загляни в WhatsApp. Bu mashinani sizlarga qobiljaga tekinga beryapti. Aka, nimaga aynan 07? Oka 07 o'zin davrda trassa korol hisoblangan. Bu mashinani seryozni bratlarlar, seryozni joylarga haydashgan. Shuning uchun men ham bu mashinani o'zimga emas, aynan obunachilarimga bergim keldi. 07 men ham haydaganman-da, o'sha yoshlik davrlarini eslatib mashina bo'pti lekin. Mana bu subwoofer, diski, rangi, xullas mehr berib qo'yilganda, qancha soqqa ketgan? Oka, mashinani tagini $3000 oldim, $7000 budjet qildim. Buni menda spiski ham turibdi. Salon ham вообще bo'lma bor. Skromniy chiqibdi lekin bor. Oka, eshigi ham gelikka o'xshab ochilib yopiladi. Voy voy voy, mehr ko'zda dil qirali bo'lmasin. Shuni bu mashinani yutib olish uchun nima qilish kerak? Oka, bitta sharti podpiska. Podpiska 5-ishtirokchini aniqlash uchun Siz aytasiz. nima? Kommentariy Like-dan qilaylik. Hammasini qilinglar akalar, hammasidan qo'ramiz. Podpiskadan, like-dan, kommentariyadan gazini bosamiz. Ikkitagina ishtirokchi qoldi.